Assalomu alaykum hammaga aka-ukalar. Xudo xolasa mana bugun 21-sentyabr kungi reysimizni Hasadga jarayonlari tugadi. Xudo xolasa mana jo'natishga tayyorgarlik ko'rib turibmiz. 5-10 minutda xudo xolasa mana jo'natib yuboramiz. Mana avtobuslarimiz komfort, konditsioner bor, zaryadning ustroyствоsi bor. Sidnelari mana komfort, lejashi bo'ladi, spinkasi upravleniya bo'ladi. Xudo xolasa mana ishlanib kelaverasizlar aka. Primoy reys, bespasredniy xudo xolasa. Akalar primoymikan mana dilso'zinglar bo'lsa aytib qo'yinglar. Bespasredniymikan aka? Прямой. На русском можете что-то сказать? Про нас. Автобус. Нашел через сайт. YouTube тоже есть. Посмотрел, все устроило. Можно довериться людям, как бы? Да, обратился, позвонил сегодня же и сегодня же сел. Ну? Уже уезжаю. Все замечательно. Сегодня сказали уехать, сегодня уезжать, да? По графику, да. Спасибо. Mana aka bir dil so'zlar bo'lsa gapiringlar aka. Ishonchlimikan? Bespasredniy, xudo xolasa. Xudo xolasa mana akalar hammaga xudo xolasa mana kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Ishonchli bespasredniy savollar bo'lsa, joy bron qilish bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Ma'shuka men bir anaqa gapirsin endi. Gapiring, ishonchlimikan? Komfort, sharoit hamma narsa bor. Sidinalar zo'rmi? Mana podnoshkalari ham bor, xudo xolasa. Har tomonlama qulay, xudo xolasa. Yotqizib ketaveramiz. Xudo xolasa. Mana akalar hammaga oq yo'l, xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik, yori birodarlarga maslahat berib o'zimizga jo'nataverasizlar. Telefon qilsanglar, telefonlarni o'zimiz ko'taramiz akalar.